Ixlosmandlarga Kamina Nurmati Mo'mitan alangali salom. Xabaringiz bor, O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari va nihoyat jahon chempionatida ishtirok etadigan bo'lishdi. Navbatdagi she'rim ushbu tarixiy g'alabaga bag'ishlanadi. O'zgachadir gashti bunday kezlarni, ayladingiz xushnud bugun bizlarni, qutlagaymiz chin yurakdan sizlarni, qutlug' bo'lsin jahon chempionati. Maydon uzra bo'sh kelmay to'p surdingiz, intildingiz, dadil olg'a yurdingiz, zafariyat sari yuzni burdingiz, qutlug' bo'lsin jahon chempionati. Futbol sizning nomusingiz, oringiz, mustahkamlang yana yutuqlaringiz, g'ayrati zo'r norimiz siz baringiz, qutlug' bo'lsin jahon chempionati. G'ayrat qiling, charchamangiz, tolmangiz, har qandayin raqibni tan olmangiz, chempion bo'ling, hargiz ortda qolmangiz, qutlug' bo'lsin jahon chempionati. Ortingizda million muxlis bor, qo'llab turar bo'lgay sizga madadkor, har o'yinda kulsin doim omad yor, qutlug' bo'lsin jahon chempionati. Oson emas sizlarga ham bilamiz, sidqi dildan duo qilib kelamiz, biz muxlislar sizga ta'zim qilamiz, qutlug' bo'lsin jahon chempionati. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.